Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Inshaalloh biz yana faoliyatimizni boshladik. Gulchilik, gazon sepish xizmatini boshladik inshaalloh. Mana shu yerga gazon sepib, agorod, dehqonchilik ishlarini qilgani keldik. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa inshaalloh. Ish faoliyatimizni videoga qo'yib, xudo xolasa joylab boramiz, kuzatib borasizlar. Yoqqan bo'lsa do'stlaringizga tarqatib, inshaalloh layklarni bosishdan to'xtamaysizlar, xudo xolasa.